أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من نمشقا meni yaratgan va sizlar o'lgandan keyin dargohiga qaytadigan Allohga ibodat qilmay, men Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, agar mehribon Alloh menga biror ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lsa, ularning shafoati mendan hech narsani dafi qila olmaydi hamda meni qutqiza olmaydi. Agar undoq bo'lsa, ya'ni Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, men haqiqatan ochiq gumrohlikda bo'laman. Men haqiqatan sizlarni yaratgan Parvardigoringlarga iymon etdim. İmanımga quloq selinglar va uningga guvoh bo'linglar. Qavmi uni o'ltirayotgandan keyin uningga jannatga kirgin deyildi. U koshki qavmim Parvardigorimning menga mag'firat qilganligini va meni hurmatliklardan qilganligini bilsaydi dedi. Uningdan keyin uning qavmini jazolash uchun osmondan qo'shin, ya'ni farishtalar tushirmadik. Her qavmni halok qilish uchun farishtalarni tushiriverguchi bo'lmadik. Faqat bir ovoz bilanla nagahan ular ketib qoldi. Allohning oyatlarini inkor qilguvchi bandalarga afsuski, ularga biror payg'ambar kelsila uni masxir qilishdi. Ular, ya'ni Makka aholisi, ulardan ilgari o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni bilmamdi. Ular bularning yeniga, ya'ni dunyoga abadiy qaytmaydi. Ularning hammasi qiyomat kuni hisob berish uchun huzurimizga hozir qilinadi. O'lik, ya'ni qurg'oq zaminni yomg'ir bilan tirildirib, uningdan ular yeydigan ochliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudrati kamilasini ko'rsatadigan alomatdir. Biz zaminda nurg'unlagan xorma bog'larini, üzüm bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni eqitdik. Ular uning, ya'ni bog'larning mevasini yesin. Bu mevalarni ularning qo'llari yaratgan emas. Ular Allohning ne'matlariga shukr qilmamdi. Allah bütün ayib nuqsonlardan pokdir. U bütün şeylerni cüp yarattı. Zimindan önüp çıkıdığan nerslerinin, ularının özlerinin ve ular bilmeydiğan nersler, yani acayip mahlukatlarının hemmisinin cüptü var. Ularga Allah'ın kudretini körüstüdüğün bir alamet keçidin ibaret ki, onundan kündüzünü ayrıvetimizde, yani kündüzünün nurunu yok kılıvetimizde, ular nagahan qaranguda qoladi. Kun belgilangan joyga qarab sayr qiladi. Bu g'olib hammani bilguchi Allohning oldinala belgilagan ishidir. Oyga sayr qiladigan manzillarni belgiladik. U oxirgi manzilga yetib borganda xormining qurib qolgan shexiga o'xshash bo'lib qoladi. Kunning oyga yetib elishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qilishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqt kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri falakda o'zib turadi. Ularga bizning kamoli qudratimizni ko'rsatadigan alomat shuki, biz ularning ota-bovlarini Nuh alayhissalomning narsa kerak va hayvonotlar bilan to'shqizilgan kemisiga tushirdik. Biz ular uchun shu kemiga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik. Agar biz xohlasak, ularni g'arq qilib etamiz. Ularga yordam berguchimi bo'lmaydi va ularni qutuldirguchimi bo'lmaydi. Faqat biz rahim qilganligimiz va ularni muayyan muddatgacha hayotdan bahramon qiladiganligimiz uchun ular qutuldiriladi. Ularga rahmatga erishishinglar uchun oldinglardagidan, ya'ni
dünya azabıdın ve arqanlardakidan, yani ahiret azabıdın qorqunglar deyilse, ular buningdan yüz o'riydi. Parvardigorining payg'ambarning rostligini isbotlaydigan oyatlardan bir oyat kelsila, ular buningdan yüz o'riydi. Agar ularga Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan faqirlarga sadiqa qilib beringlar deyilsa, kafirlar mo'minlarga masxir qilish yuzasidan agar Allah xolisa ta'minlaydigan odamni biz ta'minlamdik, sizlar faqat ro'shan gumrohlikdasizlar deydi. Ular agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshidi deydi. Ular faqat bir ovoznila, ya'ni İsrafil alayhissalomning birinchi qitimliq chalgan surinila kutidi. Ular dunyoda savdo setiq va shuningga o'xshash ishlar ustida janjallashib turgan holatlarida u ovoz ularni halok qiladi. Ular bir-biriga vasiyat qoldirishqimi, oilasiga qaytishqimi qodir bo'la olmaydi. Sur chilingan hamon ular qabrlardan chiqib Parvardigori tarafga yugurdi. Ular voy esit, bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim o'yg'atdi deydi. Chunki ular ikki suri orasida uyquda bo'lib, azobdan xoli bo'ladi. Farishtalar yo mo'minlar uningga javoban mehribon Allohning va'da qilgani mushkun. Payg'ambarlar rost aytgan deydi. Faqat bir ovoz bilanla ularning hammasi huzurimizga hozir qilinadi. U kunda hech bir insonga qilchi zulm qilinmaydi. Sizlarga faqat qilmishinglarga yarasha jazo beriladi. Shubhisizki u kunda jannat ahlilari ne'mat ichidadir. Ular va ularning juftlari jannatlarning soyilari ostida taxtlarga yo'langan holda turadi. Ular uchun jannatda turli mevalar bor. Ular uchun jannatda ularning ko'ngli tortgan narsalar bo'ladi. Mehribon Parvardigori tarafidan ularga salom deyiladi. Gunohkorlarga: "Ey gunohkorlar, bugun bir tarafga ayrilinglar" deyiladi. Sizlarga payg'ambarlarim orqali: "Ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkora dushmandir. Ma'ni ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir" deb tavsiya qilmadimmi? Shubhisizki shayton sizlardan nurg'un kishilarni ozdirdi. Buni tushunmamsizlar? Sizlarga va'da qilingan jahannam mana shu. Sizlar dunyodagi cheg'inglarda kafir bo'lganliginglar uchun jahannamga kiringlar. Shu kunda ularning eg'izlarini pechatlab etamiz. Ularning qilmishlarini qo'llari bizga so'zlab berdi. Putlari guvohlik berdi. Ya'ni har a'zo uningdan sodir bo'lgan ishni so'zlab berdi. Agar biz xohlasak, ularning ko'zlarini albatta yo'q qilib etatdik. Ondan ular yo'l minishga oldiraytdi. Lekin ular qandoqmi ko'ra olsin? Agar biz xohlasak, ularni o'ylaridila suratini mubaddal, ya'ni maymun, cho'shqa yoki tosh qilib etatdik. Shuning bilan ular oldig'imi ma'olmaydi, orqag'imi qayta olmaydi. Biz ömrünü uzun qilgan odamning tenini ojizlatib etamiz. Ya'ni yoshlik qironliq vaqtidagidan ojizlaydi, qeriydi. Ular buni tushunmamdi. Uningga, ya'ni payg'ambarga biz she'r ta'lim bermadik. Uningga she'r munosibmi emas. U faqat tiriklarni ogohlantirish, kofirlarga azobning tegishlik ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan vaz nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. Ular bilmamdiki, ular uchun hayvonlarni qudrat qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvonlarni boshqurib turg'uchilardir. Hayvonlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular u hayvonlarning ba'zisini minidi,
ba'zisini yeydi. Ular shu hayvonlardan foydalanadi va sutlarini ichidi. Ular Parvardigorining bu ne'matlariga shukr qilmamdi. Ular yordamga erishishni umid qilib, Allohni qo'yib, boshqa ma'budlarni iloh qilib oldi. Bu ma'budlar ularga yordam bera olmaydi. Bular shu ma'budlar uchun, ya'ni ularning xizmati uchun hozirlangan qo'shindir. Ey Muhammad, ular, ya'ni mushriklarning so'zi, ya'ni seni inkor qilganligi seni g'amkin qilmasin. Biz haqiqatan ularning dillardikini va oshkor qilgan so'z va harakatlarini bilib turamiz. İnsan bilmemdi biz haqiqatan uni obimanidan yaratdik. Endi u Parvardigoriga oshkori husumatchi bo'lib qoldi. U bizga insonning qayta tirilishini jiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa untidi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim tirildira oladi dedi. Aytqinki uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqotni bilguchidir. Allah sizlar uchun yeshil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yoqsizlar. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'xshishini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir. Allah mahir yaratquchidir. Hammani bilguchidir. Allah biror shayni yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Allah pokturki har bir narsaning egilik huquqi uning qo'lidadir. O'lgandan keyin uning dargohiga qaytarilasizlar. Sura Fatir 45 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi, farishtalarni ikki qanotliq, uch qanotliq, to'rt qanotliq elchilar qilg'uchi Allohga xosdir. Allah yaratishda xolg'inini ziyoda qiladi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Allah rahmetidan kishilarga oshqan narsani hargizmi to'sib qololg'uchi bo'lmaydi. Allah rahmetidan to'sqan narsani Allah to'sqandan keyin uni hech qo'yib berguchi bo'lmaydi. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey insonlar, Allah'ның sizlarga bergan ne'matini yod etinglar. Allah'tan boshqa sizlarga osmondan va zamindan rizq berib turadigan yaratquchi bormi? Allah'tan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah'ның ibodatidan qandoqmi bosh tortsizlar? Ey Muhammad, agar ular seni inkor qilsa, qayg'urib ketma. Haqiqatan senden ilgiriki peygamberlermi inkar kılıngan. Hamma iş Allah'ның dergahiga qaytırılıdı. Ey insanlar! Allah'ның vədisi haqiqatan haqdır. Sizlarni hergiz dünya tirikçiliki mağrur qılmasın. Şeytanның sizlarni Allah'ның aposunun kengliki bilen mağrur qilishig'a yo'l qo'ymanglar. Şeytan haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Şeytan o'zining tavallarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqirdi. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar mag'firatga va katta savobga erishadi. O'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan. Şunun bilen uni chiroyliq hisoblagan kishi hidoyat topgan kishi bilan o'xshashmi? Allah haqiqatan xohlagan kishini gumroh qiladi. Xohlagan kishini hidoyat qiladi.
Şuna sen ular üçün, yani iman etmağanlıkları üçün qayg'urib, o'zingni halok qilib olmag'in. Allah haqiqatan ularning qilmishlarini bilib turg'uchidir. Allah shamollarni avatib, uning bilan bulutdan qo'zg'aydi. Biz bulutlarni o'lik, ya'ni qog'jiroq bir yerga haydaymiz. Bulutdan yomg'ir yog'dirmiz. Shu yomg'ir bilan o'lgan zaminni tirildirmiz. O'liklarning tirildirilishi ana shundoqdir. Kimiki dunyoda sharaf izlaydigan, sharafning hammasi Allohga mansub. Uni Allohdan tilasin. Yaxshi so'z Allohning dargohiga o'rlaydi. Yaxshi amal uni ko'tiradi. Payg'ambarga qarshi hili mikrlarni tuzdiganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularning hili mikri ishqa oshmaydi. Allah sizlarni, ya'ni aslinglar Odam alayhissalomni tuproqdan yaratdi. Ondan obimanidan paydo qildi. Ondan sizlarni er ayoldan iborat bir jup qildi. Har qanday ayolning homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emas. Har qanday odamning ömrünün uzun yoki qisqa bo'lishi Lavhul Mahfuzda yozilgan. Bu haqiqatan Allohga oson. Ikki dengiz, ya'ni dengiz bilan daryo o'xshash emas. Buning, ya'ni daryoning suyi tatliq, tamlik bo'lib, galdan siliq o'tadi. Bu, ya'ni dengiz nihoyatda ochiq, tuzliq. Ularning her ikkisidan yangi go'shtlarni, ya'ni beliqlarni yeysizlar. Dengizdan sizlar taqaydigan zinnat buyumlari, ya'ni unchi marjonlarni chiqarsizlar. Allohning ne'matini talab qilishinglar uchun, shukr qilishinglar uchun Allohning amri bilan yuktoq, yemak-ichmaklar qochilangan kemalarning dengizda do'lqin yerib ketayotganligini ko'rsan. Allah keçini kündüzge kirgizudu. Kündüzni keçige kirgizudu. Şunun bilen keç kündüzning uzun qisqa bo'lishi, joylar, fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Har ikkilisi muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Ani shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Padişahlık onunğa xasdır. Allah'ını qoyub, çoqunuyotgan butlaringlar qilchilik narsiga ega emas. Agar ularni chaqirsanglar, sizlarning chaqirganinglarni anglamaydi. Anglagan taqdirdimi sizlarga javob qaytara olmaydi. Qiyomat kuni ular Allohga ularni sherik qilganliklarini inkor qiladi. Mushriklarning va ularning butlarining qiyomat kunidagi ahvolini hech ahadi sana hammadan xabardor zotdek, ya'ni Allohdek aytib berolmaydi. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Allah hammadan behojatdir. Madihiga loyiqdir. Agar Allah xolisa sizlarni halok qilib, o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Bu Allohga qiyin emas. Hech bir gunohkor odam birovning gunohini ustiga ololmaydi. Gunohi og'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga elib olishga chaqirsa, u yaqin tuqqani bo'lgan taqdirdimi, uning gunohidan ozroq narsani ustiga elib ololmaydi. Sen faqat Parvardigorini ko'rmay turib, uningdan qo'rqadiganlarni, namozni ado qiladiganlarni ogohlantirsan. Kimiki gunohlardan poklanadigan, u o'zi uchun poklangan bo'ladi. Oxiri qaytadigan joy Allohning dargohidir. Ko'r odam bilan ko'zi soq odam, ya'ni kofir bilan mu'min barobar bo'lmaydi. Zulmat bilan nur, ya'ni batil bilan haq barobar bo'lmaydi.
soy bilan issiq, ya'ni jannat bilan do'zax barobar bo'lmaydi. Tiriklar bilan o'liklar, ya'ni müminler bilan kafirlar barobar bo'lmaydi. Shubhisizki Allah haq da'vatni xohlagan kishilarga anlatadi. Sen qabrlardagilarga, ya'ni kafirlarga anlatolmaysan. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. Haqiqatan biz seni haq din bilan müminlarga xush xabar berguchi, kafirlarga ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Qandaqlı bir ümmet bolmusun, onunğa peygamber kelgen. Ular seni inkar kılsa, ulardan burun ötken ümmetlermu, özlerinin peygamberlerini inkar kılgan. Peygamberleri ularga roşen möcizlerini, İbrahim aleyhisselamga nazlı kılıngan sahifelerge okşaş sahifelerini, Tevrat, İncil'dek nurluk kitaplarını elip geldi. Andın kafirlarni jazaladım. Ularga bergen azabım qandaqken, ya'ni ularga qandaq qattiq azob qildim. Ko'rmansan ki Allah bulutdan yağmur yağdırdı. Onun bilan turlik rengarang meyvelerni chiqardi. Shuningdek Allah tog'larni yaratdi. Tog'larning oq, qizillari, har xil rangdagi yo'lliqlari va qopqarlarimi bor. Shuningdek, insonlarni, hayvonlarni, chaharpaylarni xilma-xil rangli qilib yaratdi. Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarla qo'rqidi. Allah haqiqatan g'olibdir. Bandalari ichida tavba qilganlarni mag'firat qilguchidir. Shubhisizki Allohning kitobini tilovat qilib turdiganlar, namozni ado qiladiganlar, kasat bo'lmaydigan tijoratni umid qiladi. Biz rizq qilib bergan narsalarni Allohning roziligi uchun yoshirun va oshkora sarf qiladigan kishilarga Allah ajrlarini to'liq beradi va marhamatidan ularga oshirib beradi. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilguchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Sana biz vahiy qilgan kitob, ya'ni Qur'on haqdir. İlgirki kitaplarning rostligini isbotlovchidir. Allah haqiqatan bandalarini to'liq bilguchidir, ko'rib turguchidir. Ondan biz kitob, ya'ni Qur'onni bandalarimizdan biz tanlagan kishilarga miros qilib berdik. Ularning ba'zisi o'ziga zulm qilguchidir, ya'ni Qur'onni tilovat qilgan bilan amal qilmaydi. Ba'zisi o'tir holdir, ya'ni ko'p chog'larda Qur'onga amal qilib, qisman chog'larda amal qilmaydi va ba'zisi Allohning izni bo'yicha yaxshi ishlarni qilishga oldirguchidir. Ani shu katta marhamatdir. Ular hamisha turadigan jannatlarga kiradi. Ular jannatlarda oltin bileziklarni, marvoyitlarni taqaydi. Ularning kiyimi yipakdan bo'ladi. Ular aytdi: "Jimi hamdu sana bizdan g'am qayg'uni ketkizayotgan Allohga mansubdir. Bizning Parvardigorimiz haqiqatan nihoyat mag'firat qilguchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Allah marhamatidan bizni jannatda turg'izdi. Jannatda biz hargiz jafo tortmaymiz. Hargiz charchamaymiz. Kafirlar do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ularning o'lib aram tepib qolmasligi uchun jonlari elinmaydi. Ulardan azobmu yenikiltilmaydi. Kufrda haddidan oshgan har insonni ana shundoq jazolaymiz. Ular do'zaxda Parvardigorimiz bizni chiqarib atsang, dunyodagi vaqtda qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak deb yolurib tovlaydi. Allah aytadi: "Sizlarga umringlarni uzun qilib, vaz nasihat oladigan odam vaz nasihat ololgudek vaqt bermedimmi? Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar keldi-ku. Endi
azapni tetinglar. Zalimlarga hech qanday yordam berguchi yo'q. Allah haqiqatan osmonlardagi va zimindagi g'ayibni bilguchidir. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. Allah sizlarni ziminda o'rin bosarlar qildi. Kimiki kafir bo'ladi ekan, uning kufrining ziyni o'ziga bo'ladi. Kafirlarning kufri Parvardigorining dargohida faqat g'azabnila ziyoda qiladi. Ya'ni ularning kufri ularni Allohning rahmatidan texmi jiroqlashtiradi. Kafirlarning kufri ularga faqat halokatnila ziyoda qiladi. Aytqinki, aytib yiqinglarchu, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlar nima bilan cho'qinishga loyiq bo'ldi? Menga aytib beringlarki, ular zimindan nimalarni yaratdi? Ya ular osmonlarni Alloh bilan birlikda yaratdimi? Ya ularga biz bir kitob bergan bo'lib, ular shu kitobdagi ro'shan dalillarga asoslanamdi? Hargiz undaq emas. Zalimlar bir-biriga faqat yolg'onnila va'da qilishidi. Allah haqiqatan osmonlarni va ziminni qudrati va go'zal hikmati bilan tushib ketishdan to'xtatib turdi. Agar ular tushib ketsa, ularni hech ahadi to'xtatib tura olmaydi. Allah haqiqatan halimidir. Ya'ni kuffarlar azobga tegishlik bo'lsa-mu, ularni jazolashga oldirab ketmaydi. Nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Ular o'zlariga ogohlantirguchi, ya'ni payg'ambar kelsa, har qanday ummatga qaraganda eng hidoyat topquchi bo'ladiganliklari bilan qattiq qasam ichishdi. Ularga ogohlantirguchi kelgan chaqda hidoyatdan texmi jiroq bo'lishdi. Bundaq bo'lishi ularning ziminda takabburlik qilganliklari va hiyla-mikr ishlatganliklaridandir. Hiyla-mikrning vaboli faqat hiyla-mikr ishlatgan odamning o'ziga bo'ladi. Ular faqat ilgiriki ummatlarga qo'llanilgan Allohning ularni halok qilish va jazolashidan iborat yo'lini kutadi. Allohning mahluqotlar ustida qo'llangan yo'lida hargizmi hech qanday o'zgarishni ko'rmaysan. Allah yo'lida hargiz yo'tkilishni, ya'ni azobga tegishlik bo'lganlar ustidan boshqalarning ustiga yo'tkilishini ko'rmaysan. Ular ziminda sayr qilib, ulardan ilgirkilar, ya'ni halok bo'lgan ummatlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'rmadimi? Ular, ya'ni o'tganki ummatlar bulardan texmi kuchli edi. Osmonlardagi va zimindagi hech narsa Allohni ilojsiz qoldira olmaydi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Agar Allah insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi va lekin Allah ulardan hisob elishni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ulardan hisob elishning vaqti yetib kelganda ularning amallariga qarab jazo berdi. Allah haqiqatan bandalarni ko'rib turguchidir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Saffat 182 oyat. Makka da nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sap-sap bo'lib turgan, dushmanlarga qarshi ot silib turgan, Allohdan madad tilab, kalomi Allohni tilovat qilib turgan g'azot qilguvchi qo'shin bilan qasamki, sizlarning ilohinglar shak shubhisiz bir ilohdir. U osmonlarning, ziminning, ularning orasidagi narsalarning va mashriqlarning parvardigoridir. Biz haqiqatan yaqin osmonni yulduzlar nuri bilan zinnatladik. Allohning itoatidan chiqquchi har bir shaytondan uni qovdidik. Ular
farishtalarning so'zlaridan hech narsani anglay olmaydi. Ular qo'g'lanishi uchun har tarafdan oqquchi yulduzlar bilan etiladi. Ular oxiratda doimlik azobga qoladi. Lekin osmon xabarlaridan o'g'irliqcha bir narsa anglagan shaytonni yo'riq yulduz qo'g'lab ko'ydirib tashlaydi. Ulardan, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni inkor qilguvchilardan so'rab baqqin. Ularni yaratish qiyinmi? Ya bizning yaratganligimiz, ya'ni osmon zimin va ularning orasidagi farishtalar va cho'ng mahluqotlarni yaratish qiyinmi? Biz haqiqatan ularni, ya'ni ularning asli bo'lgan odamni yepishqoq loydan yaratdik. Ey Muhammad, sen ularning Allohning qudratini ko'rib turib, o'lgandan keyin tirilishni inkor qilganligidan balki ajablanarsan. Ular bo'lsa seni masxir qilishidi. Ularga Qur'on bilan vaz-nasihat qilinsa, vaz-nasihatni qabul qilmaydi. Ular biror mo'jizani ko'rsa, masxir qilishidi. Ular bu ro'shan sehrdir. Biz o'lib to'piga va quruq so'ngakka aylangandan keyin rastla tirilamdik. Bizning burunqi otalarimizmi tirilamdi, deydi. Aytqinki, ha, sizlar har holda tirilisizlar. Bir ovozni, ya'ni İsrafilning chalgan so'rini anglash bilanla mahshargohga hozir bo'lib, o'zlariga nima qilindiganligiga qarshib turadi. Ular, voy esit, bizga bu qiyomat kunidir, deydi. Bu sizlar inkor qilgan haq bilan botil ayriladigan kundir. Allah farishtalarga aytadi: zulm qilguvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufridagi qoyashlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mahshargohga to'planglar. Ondan ularni do'zaxning yo'liga boshlanglar. Ularni to'xtatib turinglar. Chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol so'roq qilinadi. Ondan ularga nimishqa dunyodagi holatinglarga o'xshash bir-biringlarga yordam qilmaysizlar deyiladi. Balki ular bugun bo'ysung'uchlardir. Ular bir-biriga qarab munozirlashidi. Agashkuchilar agashturguchilarga: sizlar so'zinglarning rostligiga qasam ichib bizni iymondan to'sitinglar, deydi. Agashturguchilar agashkuchilarga aytidi: sizlar o'z ixtiyoringlar bilan mu'min bo'lmadinglar. Bizning sizlarni bizga agishishga zo'rlaydigan kuchimiz yo'q edi. Balki sizlar bizga o'xshash ozg'on qavm edinglar. Parvardigorimizning bizni jazolash so'zi bizga tegishli bo'ldi. Biz haqiqatan shu so'z bo'yicha azobni cho'qim tetig'uchimiz. Sizlarni biz ozdirdik. Chunki biz haqiqatan ozg'on edik. Ular, ya'ni agashturguchilar bilan agashkuchilar bu kunda, ya'ni qiyomat kunida azobda o'rtaqdir. Biz haqiqatan gunohkorlarga mushundoq qilamiz. Ya'ni agashturguchilar bilan agashkuchilarning hammasiga azob qilamiz. Ular haqiqatan mushundoq ediki, ularga bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q danglar deyilsa, kalimi tavhiddan takabburlik qilib bosh tortdi. Ular ilahlarimizni haqiqatan bir majnun shoir uchun, ya'ni uning so'zi uchun tashlab etamdiq, deydi. Hargiz undaq emas. Ya'ni ish ularning bo'hton qilganidek emas. U, ya'ni Muhammad alayhissalom haq dinni elib keldi va payg'ambarlarni tasdiq qildi. Ey gunohkorlar, sizlar cho'qim qattiq azobni tetig'uchsizlar. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. Faqat
Allah'ның sadiq bendilerla jazağı tartılmaydı. Ular ma'lum rizqdan, yani türlük meyvelerden bahraman boludu. Ular hürmetlenidu. Ular nazu nimmetlik bağlarda, taxtlar üstüde bir-biriga qarışıp olturdu. Ularga eqib turgan oppoq, ishkuchilarga lazzatlik beg'ishlaydigan sharoblardan to'ldirilgan jamlar aylandirib turildi. Uningda mas qiladigan narsa yo'q. Ular uni ichish bilan mas bo'lmaydi. Ularning yinida erlerden g'ayriga ko'z solmaydigan shahlo ko'zlik jüptiler bo'ladi. Ular oqliqda go'yo tegmay saqlangan to'gi qushning tuxumlariga o'xshaydi. Ular, ya'ni ahli jannat bir-biriga qarishib parang selishidi. Ulardan biri aytidi: "Mening bir do'stim bo'lib, u menga, sen o'lgandan keyin tirilishga haqiqiy ishonamsan? Biz o'lib to'piga va quruq so'ngakka aylangan chaqda biz cho'qim qilmishlarimizdan hisob beramdiq" deydi. U birodarlarga: "Sizlar uni, ya'ni do'stimni ko'ramsizlar?" deydi. U qarabla uni, ya'ni kafir do'stini do'zaxning o'ttirsida ko'rdi. U, ya'ni mu'min aytdi: "Alloh bilan qasamki, meni ozdirib halok qilg'ili tos qilib tikansan. Agar Parvardigorimning meni iymonimda mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sen bilan birga do'zaxga hozir qilinganlardan bo'latdim. Tunji o'lgunimizdan boshqa o'lmamdiq, azobga duchor bo'lmamdiq." Bu, ya'ni ahli jannat erishgan ne'mat haqiqatan zo'r baxtdir. İşligüçüler mushundoq zo'r baxtga erishish uchun ishlasin. Bu, ya'ni jannatning ne'matlari yaxshi ziyofatmi yoki zaqum darximi? Zaqumni biz zolimlar, ya'ni gumrohlar uchun oxiratda azob qildik. Shubhisizki, u jahannamning qayrida o'sadigan daraxtdir. Uning mevasi go'yo shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. Ular shubhisiz shu mevalardan yeydi. Uning bilan qo'rsaqlarini to'yg'izadi. Ondan ular uning ustiga jiring bilan qaynoq suvning aralashtirmasini ichidi. Ondan ularning qaytadigan joyi cho'qim do'zax bo'ladi. Ular haqiqatan ota-bovlarini gumroh bildi. Ular ota-bovlarining izlaridan yugurdi. Ulardan ilgari burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarning to'lisi haqiqatan ozdi. Biz ularga haqiqatan ogohlantiruvchilarni, ya'ni payg'ambarlarni avatdik. Ogohlantiruvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Lekin Allohning sodiq bandalari azobdan qutuldi. Nuh haqiqatan bizga iltijo qildi. Biz uning iltijosini nima degan yaxshi qabul qilg'uchidirmiz. Biz uni va uning tavalarini cho'ng g'amdan, ya'ni suvda g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Uning naslini boqiy qoldirdik. Keyingilar, ya'ni keyingi avlodlar ichida uningga yaxshi nom qoldirdik. Xaloyiqlar Nuhga salom yo'llaydi. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. U haqiqatan bizning mu'min bandalarimizdan edi. Ondan biz boshqalarni, ya'ni Nuh qavmining kofirlarini suvda g'arq qildik. İbrahimmu haqiqatan Nuhning diniga tavalardan edi. Öz vaqtida İbrahim Parvardigorga sog'lom, ya'ni mushriklikdan, shakdan pok dil bilan kelgan edi. Öz vaqtida u otasi Ozarga va qavmiga ularni ayblab aytdi. Sizlar nimaga ibodat qilyapsizlar? Sizlar
Allah'ını koyup yalgan ilahlarga çoqunamsizlar? Alemlerinin perverdigarı bolgan Allah'qa nimişqi guman qilısizlar? O yulduzlarga qaradı. Andın men haqiqatan kesel bolup qalıman dedi. Ular uningdan yüz örüp ayrılıştı. Yani onu taşlap ketişti. İbrahim asta ularning butlarının yeniği berip mesxir qilish yüzüsidin bu tamoqdan yemamsizlar, nimishqi gap qilmaysizlar dedi. Andın ularga yuzlanib o'ng qo'li bilan urib pochaqlashga kirishdi. Ular yani qavmi İbrahimning yeniga aldirab saldirab kelib, biz ularga cho'qinayotsak, sen ularni cheqib tashlamsan dedi. İbrahim aytdi: Özanglar uyup yasıgan butlarga cho'qinamsizlar? Halbuki sizlarni va yasıgan narsanglarni Allah yaratgandır. Ular İbrahim üçün bir bina selanglar. Uni otun bilan to'ldirib ot yaqanglar. Ot yanganda uni otqa tashlanglar dedi. Ular İbrahimni otqa tashlash bilan uningga suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Biz İbrahimni otdan salomat qutqizish bilan ularni mag'lub qildik. İbrahim aytdi: Men haqiqatan Parvardigorim meni buyurgan joyga hijrat qilaman. U meni yetaklaydi. Parvardigorim, menga bir yaxshi farzand ato qilgin. Biz İbrahimga nihoyatda muloyim bir o'g'il bilan xo'sh xabar berdik. U İbrahimning ish kuchlariga yarg'udek bo'lgan chaqda İbrahim: "Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab qurbonlik qilishga amr qilinib tushaptiman. Payg'ambarlarning tushi haqiqatdir va ularning ishlari Allohning amri bo'yicha bo'ladi. O'ylab baqina, sening qandoq fikring bor?" dedi. U aytdi: "Ey ota, nimaga buyurilgan bo'lsang, shuni ijro qilgin. Xudo xolisa, uningga meni savr qilg'uchi topsan." İkkisi Allah'ның emriga bo'ysundi. İbrahim uni, yani oğlunu bo'g'izlash uchun yeni yotqizdi. Biz uningga: "Ey İbrahim, heliqi tushni ishga oshirding, yani tushingda buyurilganni bajo keltirding" deb nido qildik. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Bu haqiqatan ro'shan sinoqdir. Biz uning o'rniga cho'ng bir qurbonlikni, ya'ni jannatdan chiqqan qo'shqarni berdik. Keyingilar ichida uningga yaxshi nom qoldirdik. İbrahimga salom bo'lsin. Biz yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. U haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdandir. Onunğa biz peygamber bo'ladigan va yaxshilardan bo'ladigan İshaq bilan xo'sh xabar berdik. İbrahimga va İshaqqa dinning va dunyoning barakatlarini ato qildik. Ularning naslidan yaxshi ish qilguvchilarmi gunoh va kufr bilan o'ziga oshkora zulm qilguvchilarmi chiqadi. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga payg'ambarlik bilan ihson qildik. Ularni va ularning qavmini, ya'ni Bani İsrailni cho'ng g'amdin, ya'ni Firavunning ularni qul qilishidan xalos topqizdik. Biz ularga yordam berdik. Shuning uchun ular g'alaba qildi. Ularga ro'shan bir kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Ularni to'g'ri yo'lga boshladik. Keyingilar ichida ularga yaxshi nom qoldirdik. Musaga va Harunga bizdan salom bo'lsin. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Ular haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdandir. İlyasmu
haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida u qavmiga aytdi: Allohdan qo'rqmamsizlar? Sizlar yaratquchilarning eng afzali Allohni tark etib, Beyli nomli butqa cho'qinamsizlar? Allah sizlarning parvardigoringlardir va burunqi ota-bovonglarning parvardigoridir. Ular uni inkor qildi. Shak shubhisizki, ular azobga hozir qilinadi. Faqat Allohning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. Keyingilar ichida uningga, ya'ni İlyasqa yaxshi nom qoldirdik. İlyasqa bizdan salom bo'lsin. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Haqiqatan u bizning mo'min bandalarimizdandir. Lut haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida Lutni va uning tavalarining hammasini qutqizdik. Faqat Momay, ya'ni Lutning ayolini qoldirib halok qildik. Ondan qolganlarni, ya'ni uning qavmidan bo'lgan kuffarlarni halok qildik. Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlaridan atdigan oqshomda o'tib tursizlar. Sizlar tushunmamsizlar? Yunus haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida u qavmidan qechib, kishilar bilan to'shqan bir kemiga chiqib oldi. Kemidagilar chek chiqqan odamni dengizga tashlab, kemining yukini yengiltish uchun chek tashlashdi. Yunus chekda mag'lub bo'lganlardan bo'lib dengizga tashlandi. Uni cho'ng bir beliq yutib u qavmini tashlab, Parvardigorining iznisiz chiqqanligi uchun ayiblanishga tegishlik edi. Agar u tasbih etquchilardan bo'lmasa edi, beliqning qornida albatta qiyomatgacha qolatdi. Uni biz dengiz sohilidagi bir qurg'oq yerga beliqning qornidan otdik. Ayni vaqtda u kasal edi. Uning ustiga soyi tashlab turish uchun bir tüp kavini o'stirib berdik. Uni biz 100 ming, balki buningdanmi ko'p bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Ular va'da qilingan azobni ko'rgan chaqda iymon etdi. Muayyan muddatgacha, ya'ni ajali yetganga qadar ularni hayotdan bahramon qildik. Ey Muhammad, ular, ya'ni ahli Makkadan so'rab baqqanki, qizlar Parvardigoringga, o'g'illar ularga mansubmi? Yoki biz farishtalarni kishi yaratgan bo'lib, ular bizning yaratganligimizni ko'rib turganmi? Shuning uchun shundoq demdi. Bilinglarki, ular haqiqatan yolg'onni to'qib, Allohning balasi bor deydi. Ular albatta yolg'onchilardir. Allah o'g'illarni tanlamay, qizlarni tanlaganmi? Sizlarga nim bo'ldi? Qandoqcha mundaq hukm chiqarsizlar? Fikr qilmamsizlar? Yoki Allohning balasi borligiga aniq pokitinglar bormi? Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, kitobinglar, ya'ni Tavratni elib kelib, menga ko'rsatinglar. Ular Alloh bilan jinlarning orasida qudubachilik bor deb jo'yladi. Jinlar shak shubhisiz bilidiki, ular, ya'ni shu so'zni qilguvchilar dozoqqa cho'qim hozir qilinib, shu yerda azob chekidi. Allah ularning Allohning balasi bor deb sifatlaganlaridan pokdir. Lekin Allohning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. Ya'ni Allohni ularning sifatlaganlaridan pok e'tiqod qiladi. Ey kofirlar, shubhisizki sizlar Alloh dozoqqa kirishni putvatgan kishidan boshqa hech ahadini ozdirolmaysizlar. Sizlar cho'qinayotgan butlarmi ozdirolmaydi. Farishtalar aytadi: bizning har birimizning muayyan o'rni bor.
biz haqiqatan ibodatda sep tortib turg'uchilarmiz. Biz haqiqatan Allohga tasbih etquchilarmiz. Ular, ya'ni Quraysh kuffarlari hamisha agar bizda burunqilardek, ya'ni o'tganki ummatlarning kitoblaridek bir kitob bo'lsa edi, albatta Allohning ixlosmand bandalari bo'latdiq deydi. Ular uni, ya'ni Qur'onni inkor qilishdi. Ular uzoqqa qolmay kufrining oqibatini biladi. Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldinala aytilgan. Ular cho'qim nusrat topquchilardir. Bizning qo'shinimiz cho'qim g'alaba qilguchilardir. Ular, ya'ni Makka kuffarlaridan vaqtliq yuz o'rib turg'in. Ularga azob nozil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ularmu uzunga qolmay kufrning oqibatini ko'rdi. Ular azobimizning baldur nozil bo'lishini talab qilamdi. Azob ularning ho'ylisiga tushgan chaqda ogohlantiriluvchilarning atigini nima degan yomon. Ulardan vaqtliq yuz o'rib turg'in. Ularga azob nozil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ularmu uzunga qolmay kufrning oqibatini ko'rdi. Qudrat egasi bo'lgan Parvardigoring ularning sifatlaganlaridan pokdir. Payg'ambarlarga salom bo'lsin. Jimi hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Sad 88 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sad. Shonli Qur'on bilan qasamki, bu Qur'on haqiqatan mo'jizdir. Balki kofirlar iymondan bosh tortmoqda va Rasulullohga muxolifatchilik qilmoqda. Ulardan ilgari kufri tufaylidan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular azobni ko'rganda faryod qildi. Halbuki bu qochadigan vaqt emas. Ularga o'zlarining ichidan bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelganligiga ular hayron qilishdi. Kofirlar aytdi: bu bir yolg'onchi sehrgardir. U nurg'un ilohlarni bir iloh qilib olmoqchimi? Bu haqiqatan g'alati ish. Ularning, ya'ni Qurayshning kattalari sorunlaridan qo'zg'ilib chiqib aytdi: sizlar meninglar, ma'budlaringlarga ibodat qilishda ching turinglar. Bu haqiqatan bizdan iroda qilinadigan bir ish. Ya'ni Muhammad sizlarni dininglardan tandırıp, sizlarga o'zining ustunlik qozonishini iroda qiladi. Buni biz boshqa bir dindan, ya'ni Nasara dinidagilardan anglamadik. Bu faqat o'ydirmadir. Qur'on bizga nozil bo'lmay, uningga nozil bo'ldimi? Balki ular mening zikrim, ya'ni Qur'ondan shakdadir. Balki ular texi mening azobimni tetig'ini yo'q. Yoki ularda g'olib. Nihoyatda karamlik Parvardigorning rahmatidan xazinalari bormi? Yoki ular osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligiga egami? Agar ular ega bo'lsa, ular o'zlarini osmonga elib chiqadigan shotlarga chiqsin. Ular Rasulullohga qarshi jamoalardan uyushgan mag'lub qilinadigan qo'shindir. Ulardan, ya'ni Quraysh mushriklaridan ilgari Nuh qavmi, Ad qavmi va qo'zuqlar egisi Firavun qavmi payg'ambarlarini inkor qildi. Samud qavmi, Lut qavmi va aykiliklar, ya'ni Shuayyub alayhissalom qavmimu payg'ambarlarini inkor qildi.
Ani shular payg'ambarlarga qarshi uyushgan jamoalar edi. Ular ya'ni jamoalardan payg'ambarlarni inkor qilmagan birimi yo'q. Shuning uchun ularga mening azobim tegishli bo'ldi. Bular ya'ni Makka mushriklari faqat bir ovoz, ya'ni birinchi qitimliq surnuli kutudi. U qaytalanmaydi. Ular masxir qilish yo'li bilan Parvardigorimiz, sen bizga azobdan va'da qilgan nisibimizni bizga baldurroq qiyomat kunidan ilgari bergin deyishdi. Ularning so'zlariga sabr qilgin. Dinda kuchlik bandimiz Davudni asligin. U haqiqatan Allohga itoat qilguvchi edi. Biz haqiqatan tog'larni Davudga bo'ysundirib berdik. Ular Davud bilan atigini oqshimi tasbih aytadi. Qushlarni uningga bo'ysundirib berdik. Ularmi taraf-tarafdan to'planib Davud bilan tasbih aytadi. Tog'larning, qushlarning hammasi Allohga itoat qilguvchidir. Davudning saltanatini kuchaytdik. Uningga hikmat va hamma odam tushunadigan ro'shan so'z iboralarni ato qildik. Ey Muhammad, da'vo qilguvchilarning qissasi sana yetdimi? O'z vaqtida ular Davud ibodat qilayotgan masjidning temidan ortilib tushdi. Ayni vaqtda ular Davudning yiniga kirdi. Davud ulardan qo'rqdi. Ular Davudga, qo'rqmag'in. Biz bir-birimizga cheqilgan ikki da'vogarmiz. Bizning oramizda odillik bilan hukm qilgin. Nahaq hukm chiqarmag'in. Bizni to'g'ri yo'lga boshlag'in dedi. Ularning biri, shubhisizki, mening bu qarindishimning 99 sog'liqi bor. Mening bir sog'liqim bor. Qarindishim u bir sog'liqni menga bergin deydi. Aramızda bu to'g'riliq munozara bo'lib, u meni so'zda yengib qo'ydi dedi. Davud aytdi. U sening sog'liqingni o'zining sog'liqlariga qo'shib olishni talab qilib, rostli seni bo'zaq qilibdi. Nurg'un sheriklar, ya'ni do'stlar shubhisizki bir-biriga cheqiladi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarla bir-biriga cheqilmaydi. Bular ozdur. Davud bizning uni sinig'anligimizni bildi. Parvardigordan mag'firat talab qildi. Sajdaga bordi. Allohga tavba qildi. Biz uning xatoligini afv qildik. U bizning dargohimizda albatta yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Ey Davud, seni biz haqiqatan yer yuzida xalif qildik. Kishilarning orasida odillik bilan hukm chiqargin. Nafsi xohishga agashmaginki, u seni Allohning yo'lidan ozdirdi. Allohning yo'lidan ozganlar hisob kuni, ya'ni qiyomat kunini unutganliklari uchun haqiqatan qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik. U, ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kofirlarning gumonidir. Kofirlarga do'zaxdan voy. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdik. Yoki taqvodorlarni fojirlarga o'xshash qilamdik. Bu ularning oyatlarini tafakkur qilishlari uchun, aql egalarining vaz nasihat elishlari uchun biz sana nozil qilgan muborak kitobdir. Biz Davudga Sulaymonni ato qildik. Sulaymon nima degan yaxshi banda. U Allohga haqiqatan itoat qilguvchi edi. O'z vaqtida kashqurunligi uningga yaxshi yugurik otlar to'g'rilandi. Sulaymon aytdi: "Men haqiqatan
otlarni Parvardigorimni aslash uchun yaxshi ko'rdim. Ular ko'zimdan g'oyib bo'lguncha ularni ko'zdan kechirish bilan bo'ldim. Sulaymon aytdi: Otlarni mening oldimga elib kelinglar. Otlar elib kelingandan keyin Sulaymon ularning pochoqlarini, bo'yinlarini silashga boshladi. Biz haqiqatan Sulaymonni sinadik. Uning taxti ustiga bir jasadni tashladik. Ondan u buning sinoq ekanligini bilib tavba qildi. Sulaymon aytdi: Parvardigorim, menga mag'firat qilgin. Menga mendan keyin, mendan boshqa hech odamga muyassar bo'lmaydigan podshohlikni ato qilgin. Sen haqiqatan ko'p ato qilg'uvchisan. Biz Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Sulaymonning buyrug'i bo'yicha u xohlagan tarafga larzon mang'atdi. Hamda uningga katta binolarni salalaydigan qurg'uchi va dengizlarga cho'kib, unchi marjonlarni elib chiqalaydigan g'avvos shaytonlarni bo'ysundirib berdik. Yana nurg'un shaytonlarga ishkal silingandir. Biz Sulaymonga aytdikki, bu bizning sana bergan keng atoyimiz. Uningdan sen xohlagan kishiga bergin yoki bermagin. Bu haqda sendan hisob elinmaydi. U bizning dargohimizda haqiqatan yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Bandimiz Ayyubni asligin. U o'z vaqtida Parvardigoriga iltijo qilib, shayton menga haqiqatan jafo mushaqqat va azob yetkizdi deb nido qildi. Uningga putung bilan yerni tepkin dedik. U puti bilan yerni tepividi, suzuk bir buloq etilib chiqdi. Biz uningga bu juyinsimi bo'ladigan, ishtisimi bo'ladigan so'g'uq suvdir dedik. Biz uning kesal vaqtida hodisiga uchrab yo'q bo'lgan ahli avlodini yangidan berdik. Ular bilan billa barobar ortiq berdik. Bu bizning nozil qilgan rahmatimizdir. Aql egilari uchun vaz nasihatdir. Uningga qo'ling bilan bir bog'lam cho'pni elib, uning bilan ayolingni urg'in, qasimingni buzmag'in dedik. Biz Ayyubni haqiqatan savrchan bayqidik. U nima degan obdan banda? Haqiqatan u Allohga tavba bilan yuzlanguchidir. İbadatda kuchlik, dinda basiratlik bandalarimiz İbrahim, İshaq va Yaqubni asligin. Ularni biz pok, xislatlik, oxiratni aslab turadigan samimiy kishilar qildik. Ular bizning dargohimizda haqiqatan alohida tanlangan kishilardir. Haqiqatan yaxshi kishilardir. İsmoilni, İlyasani va Zulkifilni asligin. Ularning hammasi yaxshilardandir. Bu vaz nasihatdir. Taqvodorlarga albatta yaxshi oqibat bor. U turalg'i bo'lgan jannatlardan iborat bo'lib, ularga uning darvozalari ochiqdir. Ular jannatlarda taxtlarga yo'linib o'tirdi. Ular jannatlarda nurg'un meyvelarni, nurg'un sharoblarni talab qilib akeldirib turdi. Ularning yonlarida erlaridan g'ayriga ko'z solmaydigan yosh qurami o'xshash juftilari bo'ladi. Bu sizlarga qiyomat kunda va'da qilingan ne'matdir. Bu haqiqatan bizning atoyimizdirki, u hargiz tugamaydi. Bu haqiqatdir. Kafirlarning oxiratda bo'ladigan joyi haqiqatan eng yomon joydir. U jahannamdir. Ular jahannamga kirdi. U nima degan yomon joy? Bu ko'ydirguchi qiziq suvdir. Qon yiringdir. Ular buni tetsin. Ya'ni ularga mush qildiki boshqa turlik azoblar bor. Agash kuchilari bilan dozoqqa kirgan chaqda
agashtirguchilarga aytiladi. Bu jami sizlar bilan birga kirguchidir. Agashtirguchilar aytidi. Ular qarshi ilinmaydi. Ular cho'qim bizga o'xshash azobni tetig'uchidir. Agashkuchilar aytidi. Balki sizlar qarshi ilinmaysizlar. Sizlar azobni bizga elib keldinglar. Ya'ni bizni ozdirib dozoqqa kirishimizga sababchi bo'ldinglar. Bu nima degan yomon joy? Ular, ya'ni agashkuchilar, Parvardigorimiz bizga bu azobni elib kelgan odamga dozoq azobini 2 hassa ziyoda qilg'in deydi. Ular, ya'ni kofirlarning katiboshlari aytadi. Biz dunyodagi chaqda yomonlardan hisoblaydigan odamlarni, ya'ni mu'minlarni dozoqda ko'rmaymiz-ku. Ularni biz dunyodagi chaqda masxara qilatdikmi? Yoki ulardan ko'zlar eg'ib ketdimi? Ya'ni yoki ular dozoqda biz bilan birga tursimi, ko'rmayvatamdiq. Ahli dozoqning bu ravishda o'zaro janjallashishi cho'qimdir. Ey Muhammad, Makka kofirlarga aytqinki, men faqat bir ogohlantiruvchiman. G'olib bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U Allah osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning parvardigoridir. G'olibdir. O'zi xohlagan bandalarni nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Ularga aytqinki, u, ya'ni Allohning birligiga da'vat qilg'uchi payg'ambar ekanligim cho'ng xabardir. Sizlar uningdan yuz o'riysizlar. Farishtalar Odam alayhissalom to'g'risida munozirlashayotgan chaqda men ularning ahvolini bilmaydim. Menga faqat vahiy qilinadiki, men ro'shan bir ogohlantiruvchiman. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga aytdi. Men haqiqatan loydin bir odam yaratdim. Uni men ravris yaratgan, ya'ni uni yaratib, suratga kirgizib, a'zolarini to'liq, mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan vaqtimda uningga sajda qilinglar. Farishtalarning birimi qolmay, hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. Faqat iblislar bo'yin tovliq qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Allah aytdi: "Ey iblis, men o'z qo'lim bilan yaratgan insonga sajda qilishdan sana nima to'sqinlik qildi? Uningga sajda qilmasliging takabburlik qilganligingdanmi yoki yuqori martabaliklardan bo'lganligingdanmi?" Iblis: "Men uningdan ortiq. Meni o'tdan yaratding. Uni loydan yaratding" dedi. Allah: "Sen jannatdan yo'qol. Sen haqiqatan qo'g'landi bo'lding. Sana haqiqatan qiyomatgacha mening la'natim bo'lsin" dedi. Iblis: "Parvardigorim, menga xaloyiq tirildiriladigan kun, ya'ni qiyomatgacha muhlat bersang, ya'ni meni hayot qoldirsang" dedi. Allah: "Jazman sana ma'lum vaqtgacha muhlat beriladi" dedi. Iblis aytdi: "Izziting bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdurman. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno, ya'ni ularni ozdurolmayman." Allah aytdi: "Mening so'zim haqdir. Men haqni so'zlayman. Sen bilan va ulardan sana agashganlarning hammasi bilan cho'qim jahannamni to'shqizaman. Aytqinki, Allah tarafidan kelgan vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Men Qur'onni iftiro qilguvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'qig'uvchilardan emasman. Qur'on faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Bir muddatdan keyin uning rostligini cho'qim bilasizlar." Avlod ovozliq asarlari. Sura Zumar
75 oyat Mekkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bu kitob g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Allah tarafidan nozil qilingandir. Sana biz bu kitobni haqiqatan haq bilan, ya'ni haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil qildik. Diningni sherikdan va riyodan sop qilganing holda Allohga ibodat qilgin. Bilinglarki, sherikdan va riyodan sop din Allohga xosdir. Allohni qo'yib butlarni himoyachi qilib olganlar, bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir deydi. Allah haqiqatan qiyomat kuni ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqaradi. Allah haqiqatan yolg'onchini, Allohning ne'matlariga kufrlik qilguvchini hidoyat qilmaydi. Agar Allah bola tutishni xolisi edi, albatta maxluqot ichidan xohlaganni ixtiyor qiladi. Allah bola tutishdan pokdir. U g'olib bir Allohdir. Allah osmonlarni va zaminni haq asosida yaratdi. Allah kechini kunduzga kirgizdi va kunduzni kechiga kirgizdi. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglarki, u, ya'ni Allah o'z ishida g'olibdir. Bandalarning gunohlarini to'liq mag'firat qiluvchidir. Allah sizlarni bir odamdan yaratdi. Ondan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratdi va hayvonlardan 8 ni sizlar uchun yaratdi. Allah sizlarni onanglarning qornida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni obimani, ondan laxti qon, ondan parcha go'sht bosqichlarga bo'lib, 3 qorong'uliq, ya'ni bola hamrohining pardasi, bachchadan va onaning qo'rsqi ichida yaratdi. Ani shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Padişahlık Allah'a xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Qandaqmi uningga ibodat qilishdan, uningdan g'ayriga cho'qinishga burilib ketsalar, agar kofir bo'lsanglar, Allah sizlardan bihojatdir. Allah bandalarining kofir bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Agar sizlar shukr qilsanglar, Allah sizlarning qilgan shukringlardan rozi bo'ladi. Bir gunohkor odam boshqa birovning gunohini ustiga olmaydi. Ya'ni har odam qilgan gunohiga o'zi javobgar bo'ladi. Ondan sizlar Parvardigoringlarning dargohiga qaytsizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga aytib berdi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni to'liq bilguchidir. İnsonga birer ziyon zahmat yetsa, Parvardigoriga yuzlangan holda uningga duo qiladi. Ondan Allah o'z tarafidan uningga ne'mat ato qilgan, uning beshiga kelgan kulfatni ko'tirib etgan chaqda Allohga ziyon zahmatni ko'tirib etish to'g'riliq ilgir qilgan duosini unutib ketadi. Boshqalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun Allohga sheriklarni keltirdi. Aytqinki, sen kufring bilan turib, bu fani dunyodan ozg'in vaqt bahramon bo'lgin. Sen cho'qim do'zaxiylardan dursan. Allohga sherik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib, Parvardigorining rahmatini umid qilib, kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Aytqinki,
biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egalari ibrat oladi. Aytqinki, ey Allohning mu'min bandalari, Parvardigoringlarga taqvodorlik qilinglar. Bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi. Allohning yeri kengdir. Kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar. Faqat sabr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. Aytqinki, men dinni sherikdan va riyodan sop qilgan holda Allohga ibodat qilishga buyurildim. Hamda bu ummatning ichida musulmonlarning avvali bo'lishga buyurildim. Aytqinki, agar men Parvardigorimga osiylik qilsam, shubhisizki buyuk kunning azobidan qo'rqaman. Ya'ni Allohning amriga osiylik qilsam, qiyomat kuni uning meni jahannam o'ti bilan azoblashidan qo'rqaman. Aytqinki, dinimni sherikdan va riyodan sop qilgan holda Allohga ibodat qilaman. Sizlar Allohdan boshqa xoliqinglarga ibodat qilinglar. Aytqinki, qiyomat kuni o'zlarini va oilasidagilarni ziyon tartqizuvchilar qattiq ziyon tartquchilardir. Bilinglarki, ana shu ro'shan ziyondir. Ularni ustidanmi qatma-qat o't, ostidanmi qatma-qat o't o'rib oladi. Shu qattiq azob bilan Alloh bandalarini qo'rqitadi. Ey bandalarim, azobimdan qo'rqinglar. Shaytonga va butlarga cho'qinishdan yiroq bo'lganlarga, Allohga va uning ibodatiga qaytganlarga jannat bilan xush xabar beriladi. So'zga quloq solib, uning eng yaxshisiga ergishadiganlarga, ya'ni taqvodor bandalarimga xush xabar bergin. Ana shular Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ana shular sog'lom aql egalaridir. Kimga azob va'dasi tegishlik bo'lsa, u cho'qim dozoqqa kiradi. Sen dozoqdagi odamni qutqiza olamsan? Lekin dunyoda Parvardigordan qo'rqqanlar jannatda qavat-qavat oliy imoratlardan bahramand bo'ladi. Ularning ostidan o'stanglar eqib turdi. Bu Allohning va'dasidir. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sen bilmamsanki, Alloh bulutdan yomg'ir yog'dirdi. Ondan uni yerga so'ndirib buloqni paydo qiladi. Ondan Alloh uning bilan rangi xilma-xil ziroatlarni undirdi. Ondan u quriydi. Uning sarg'ib ketganligini ko'rsan, ondan Alloh uni shox-shumbiga aylantirdi. Uningda haqiqatan aql egalari uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan ibrat bor. Alloh ko'ksini islom uchun keng qilgan. Parvardigorining nuri ustida bo'lgan odam, dili ko'r odam bilan o'xshashmi? Allohning zikrini tarik etganlikdan dillar ketib ketganlarga voy. Ana shular ro'shan gumrohlikdir. Alloh so'zlarning eng chiroyligi bo'lgan Qur'onni nozil qildi. Fasohatda, balog'atda uning ba'zisiga o'xshab ketadi. Vaz nasihatlar, ahkomlar, qissalar uningda takrorlandi. Qur'ondagi azob oyatlari tilovat qilingan chaqda Parvardigoridan qo'rqadigan kishilarning badanlari titraydi. Ondan Allohning zikri uchun, ya'ni Allohning rahmati, mag'firatiga doir oyatlar tilovat qilingan chaqda ularning badanlari va dillari yumshab orom topadi. Ana shu, ya'ni Qur'on Allohning hidoyatidirki, uning bilan Alloh xohlagan odamni hidoyat qiladi. Alloh ozdirgan odamga hech hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. Qiyomat kuni qattiq azobni yüzü bilan mudofaa qiladigan odam azobga duchor bo'lmaydigan odam bilan o'xshashmi?
Zalimlarga, ya'ni kafirlarga qilgan gunohlaringlarning jazosini tetinglar deyiladi. Ulardan ilgari o'tgan ummatlar payg'ambarlarni inkor qildi. O'ylamgan yerdan ularga azob keldi. Allah ularga bu dunyoda xorliqning ta'mini tetitdi. Oxiratning azobi teximi buyukdir. Ular oxiratning azobini bilsa edi, payg'ambarlarni inkor qilmaydi. Biz kishilarni vaz nasihat olsun deb bu Qur'onda ularga turli misollarni bayon qildik. Qur'on arabchadir. Agirlikdan xolidir. Umidki ular Qur'onning ma'nosini tushunib, kufrdan saqlangay. Allah sizlarga mundaq bir misolni keltirdi. Bir qul bo'lib, uningga ishqi selishni talishadigan nurg'un xo'jayinlar igdorchilik qiladi. Birsi bu ishqa, birsi u ishqi buyuruydi. U kimni rozi qilishni bilolmay qoladi. Yana bir qul bo'lib, u bir odamga xosdir. Bu ikki qul, ya'ni uning ahvoli barobarmi? Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Balki ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. Sen haqiqatan o'lasan. Ularmu haqiqatan o'ladi. Ondan keyin sizlar qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida bir-biringlar bilan da'vo qilishsizlar. Avlod ovozliq asarlari.